Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Yulduz Usmonovaning yana bir shov-shuvli intervyusi tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibasi Yulduz Usmonova kutilmagan intervyu berdi hamda san'atkorlarning ezilayotganligi haqidagi mish-mishlarga oydinlik kiritdi. Estradamizning yulduzi Milliy telekanalining Inson qadri ko'rsatuvidagi chiqishida Karimov davrida mamlakatda bir necha marta quvilganligini xotirladi. Haqiqatni gapirgani uchun boshi kaltak ostida qolganligini urg'uladi. 92-yilda bir tepilib Yevropaga ketdim. Bu birinchi ketishim, 4-5 yil qolib ketdim. Kelolmay qoldim. Kelganimda esa aeroportdan ichkariga kiritmasdan naruchnikda o'tirib yana qaytadan samolyotga olib chiqib qo'yishgan. Tepib yuborishgan, yana ketganman. Hozir gapirsam bu odamni yaxshi ko'rganlar bo'lishi mumkin, lekin shu odamning davrida, Karimovning davrida biz ezildik. Talantlar yo'q bo'ldi. Ertaga yana keladimi yo yo'q, uni Xudo biladi. Nimani qilsang xor, shunga bo'lasan zor, deydi xonanda. Yulduz Usmonova 2006-yilgacha O'zbekiston siyosiy elitasining sevimli xonandalaridan biri bo'lgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakat bosh maydonlarida Navro'z hamda mustaqillik bayramlarini tantanali tarzda nishonlash urfga aylangan va ko'p yillar davomida ushbu marosimlarda final qo'shig'ini ijro etish Yulduz Usmonovaga ishonib topshirilgan. Karimov davrida so'nggi bor 2005-yili mustaqillik bayrami hamda Konstitutsiya qabul qilingan kun munosabati bilan o'tkazilgan tantanali marosimda chiqish qilgan. 2006-yilga kelib Navro'z bayramini tantanalarida final qo'shig'ini ijro etish yosh xonanda Gulsanam Mamazoitovaga topshirilgan va Karimovning vafotiga qadar bu o'rinni ayrim hollarda Ozodbek Nazarbekov, vaqti bilan esa Zulayho Boyxonova egallagan. 2007-yilga kelib Yulduz Usmonovaning qo'shiqlariga mamlakatdagi barcha telekanallar va radiolarda taqiq qo'yildi. Xonanda 2007-yildagi konsert dasturidan so'ng Turkiyaga jo'nab ketdi va u yerda o'zining zapretga tushgani, siyosatchilarning qo'g'irchog'i bo'lishni istamagani haqida Amerika ovozi radiosiga shov-shuvli intervyu berdi. U o'z so'zida O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga ham teginib o'tgan va bunda uning tanqidi to'g'ridan-to'g'ri Toshkentning siyosiy elitasiga qaratilganligini sezish qiyin emasdi. Qalampir.uzga oid ma'lumotlarga ko'ra, o'sha vaqtda Yulduz Usmonova bilan kelishmovchiliklarning davlat tomonidagi asosiy ishtirokchisi marhum madaniyat hamda sport ishlari vaziri Alisher Azizxo'jayev bo'lgan. Turkiyaga ketganimda ham juda xunuk ketkazishdi. Men buni kechirdim, lekin kechiriladigan ish ham bo'lgani yo'q aslida. Nimaga bunaqa bo'lyapti demadim. Tir-yalong'och jo'natib yuborishgan. Bitta rubashka, bitta ishton bilan ketganman. Erimning ipodromda 3-4 ta magazini bor edi. Uni ham berkitishdi. Och qolganmiz er-xotin ikkalamiz. Men endi Turkiyaga ketganimda nevaram tug'ilgan edi. Uni ko'rgim kelmasmidi. Butun oilani parokanda qilib yuborishdi. Qaytmayaptimi? Qaytyapti albatta. Meni qo'ying, qizim, bolalarim buni kechirarmikin? Eng kerakli paytim yonida bo'lolmadim Nilufar Usmonovani, deydi Yulduz Usmonova. Turkiyada kechgan og'ir kunlarini eslarkan, o'sha vaqtlarda qo'lida puli bo'lmaganligini, turmush o'rtog'i Istanbulda turistlarga gidlik qilib pul topib kelsa, muzlatkichi to'lgani, vaqtini turk tilini bag'ishlashga sarflaganini aytadi. O'zining Turkiyaga ketishi ortidan mamlakatda qarindoshlari ham tinch qo'yilmaganligini qo'shimcha qiladi Yulduz Usmonova. Meni boshimga ish tushganda faqat Yulduzni o'zi zulm ko'rdi deb o'ylamang. Meni ota-onam hajga borolmay qoldi. Qarindosh urug'im davlatning ishida umuman ishlolmay qolishdi. Meni ortimdan shunday bo'lgan bo'lsa, mendan rozi bo'linglar deb aytdim. Qo'yinglar, shu ishda ishlamanglar. Alloh rizqimizni beradi. Kambag'al bo'lsak ham g'ururimiz bor. Bittasi ham davlatning ishida ishlolmadi. Hammasini kuydirishdi. Hajga kelgan navbatimizni ham olib tashlashdi. Tarix kechiradimi? Tarix hech kimni kechirmaydi. Sizni ham, meni ham, deydi Yulduz Usmonova.
Ma'lumot o'rnida 2016-yilning 2-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov 78 yoshida vafot etdi. Shu yilning dekabr oyida mamlakatda prezident saylovi bo'lib o'tdi va bosh vazir lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyev g'alaba qozondi. Poytaxtdagi O'zexpo markazida partiya tomonidan g'alaba tadbiri tashkillashtirildi. Unda tarafdorlar orasida Yulduz Usmonova ham ko'rinish berdi. Shu kunning o'zidayoq barcha telekanallar hamda radiolarda Yulduz Usmonovaning qo'shiqlariga ruxsat tegdi. Oradan bir necha kun o'tib, O'zbekiston Xalqaro anjumanlar saroyida Konstitutsiya qabul qilingan kun munosabati o'tkazilgan tantanali marosimda chiqish qildi. Bu esa Yulduz Usmonovaga qo'yilgan har qanday taqiqlar olib tashlanganligining ifodasi edi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida O'zbekiston xalq artistlari Yodgor Sa'diyev, Farruh Zakirov, Sherali Jo'rayev hamda xonanda Ozoda Nursayevaga qo'yilgan taqiqlar ham olib tashlandi.